Ronaldo Saudiyadan qochayotgan bir paytda eronlik taniqli futbolchi futbolni tashlab armiyaga qo'shildi. U raqib darvozasiga gol urishdan ko'ra haqiqiy dushmanga qarshi qurol ko'tarmoqchi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna va like tugmasini bosishni unutmang. Italiyaning Inter klubi yulduzi va Eronning milliy terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Mehdi Taremiy kutilmaganda sportchilik faoliyatini yakunlaganini va frontga yo'l olishini e'lon qildi. Taremiy millionlab dollarlik shartnomasidan voz kechib, Eron armiyasi saflarida AQSh va Isroilga qarshi jang qilish istagini bildirgan. Hujumchi endi raqib darvozasiga emas, balki haqiqiy dushmanga qarshi qurol ko'tarmoqchi. Insayderlarning xabar berishicha, Taremiy yaqin atrofdagilarga shunday degan: "Futbol bu shunchaki o'yin, vatan va din himoyasi esa haqiqiy erkakning burchidir. Men butsalarimni harbiy etiklarga almashtirishga tayyorman." Ronaldo Saudiyadan qochayotgan, Amazon serverlari portlayotgan bir paytda Tarimiyning bu qarori Yaqin Sharqdagi olovni yanada kuchaytirishi aniq. Do'stlaringizga ham yuborishni unutmang.